Xullas, bratishka Vyetnamdan keldi kecha. Bugun surpriz qilib ko'zlarini boylab zo'r joyga olib boramiz. 2 3 och. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते. Aka qarang, charchagan bo'lsanglar mendan. To'g'ri aytib qo'ying. Og'zingni och. Och. Mazasi qanaqa? O'zing ayt. Bo'ldi, ochur. Zo'r. Mana men seni nima yaxshi ko'rishingni bilamanmi? Rahmat. Bo'ldi, o'chircha kelgin. Bu yoq o'zi trendga chiqib ketgan esingda bo'lsa, archa ko'cha so'qol somsa, sen luboyi biladi. 3 xil somsa, go'ja, ayron, tabiiy sharbatlar. Eng asosiysi buni mazasi nimaga zo'r bilasanmi? Ne? So'qolli kenaylarni o'zligi Toshkentga kelib tayinlashadi. Aytdim, chiqachadi. Da. Pulim yo'q deb yuradigan bolalar bor, kurudagi. Shunaqa bolalarni ham yeteklab olib kelaveringlar. Narxlari shikalat bu yoqda. O'zimda ahamiyat bersang, oilaviy joy bu yoq. Ayollar ham ko'p ekan bu yerda. Da, opachasini, singlisini, onasini xursand qilgani ko'pchilik bu yoqqa olib kelishadi. San ham yesichi onani olib kelmasdiki, onasi vito'yu jigar. Bitta yeyish ko'rsataman, qarg'ash yo'q. Menga lekin ayron rosa yo'q. Kelish kerak. Hatto bir dona bo'lsa ham go'ja ichib ko'rish kerak. Aka nechaga ishlaysizlar? Ertalab 9 dan kechqurungi 11 gacha VIP. Men video olman, nimanga ham qolsin? Operatorsan savdomasan. Lokatsiyani eslab qol. Mana bu yerda Shofoiz mosti, mana bu yerda Jikovskiy. Shu yoqqa ketaverishda o'ng qo'lda so'qol somsa, mana bunaqa takoy qilib archalik ekib qo'yishgan. Mana bunaqa takoy atmosferada ketadimi somsa? Ketadi. Ketib davom ettiramiz.